Sizlar sevgan raspakovka. Sakina Store magazinim uchun olib kelgan narsalarimni ko'ramiz. Kuzga zo'r narsalar zakaz qilganman. Birinchisi yengil vitrovka, kачествоsi shunaqa zo'r. Oldida ham zamogi, ham hozirgi trenddagi tugmalari ham bor. Ichlari astarli, printi ham trenddagi printlardan. Keyingisi bomber, buni kачествоsi ham, o'zi ham vashshi zo'r. Kuzga stilni narsa, ovozinglar mazza qilib kiyasizlar. Keyingisi shunaqa нежный yubqa, pidjak. Hozir bilasizlarmi, shu fason rosa moda bo'ldi bu yil. Mana shuning uchun sizlarga trenddagi kiyimlardan olib keldim. Buni ham kачествоsi rosa zo'r, atlasdan material qo'shilgan. Yana bitta shunga o'xshash, faqat sal boshqacharoq pidjak keldi. Buni ham qizlar sarpilarga olsanglar bo'ladi, rosa нежный narsa. Bayram yig'inlariga kiyib borsanglar ham rosa zo'r turadi. Ham fasoni ham необычный, printi ham chiroyli. Keyingisi trendli kostyumlarni sizlar uchun olib kelib qo'ydim. Buni pushta atlasdan yubkalar bilan moslab kiysanglar ham shunaqa asal turadi. Belida boylaydigan ipi ham bor. Bularni hali dazmol qilib magazinim profiliga qo'yaman, yana ham ochilib chiroyli bo'ladi, ko'rasizlar. Va yana bitta bu yil rosa trendga chiqqan jinsovkadan ham keldi. Bu ham необычный fasonda. Hammasidan oz-ozdan kelgan qizlar qaysinisi yoqqan bo'lsa, skrin qilib Sakina Store magazinimga yozsanglar, narxlari, razmerlari haqida ma'lumot beraman. Sizlarga eng ko'p qaysinisi yoqdi kommentariyada yozib ketinglar. Va qolganini o'zimni qizlarimga futbolka, shortikchalar, sumka zakaz qilganman. Ularni ham ko'rsatib qo'yaverdim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, doimiy yurechani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin.